Aparat remont qilish jarayoni mana bitta penabel aparat o'rnatdik akamizga. 2 yil oldin qoliplari ham remont qilindi. Polistirobloyga o'tib ketilyapti. Polistirobloyga motorlarni 220 qilingan, 380 oldin. Oldin ramalar yoqib o'tdi. Polistirobloyga mo'ljallanib 1 kubali tayinlaydi. Ichlari shneylari ham rezikalari edi. Dastlab to'g'ri. Keyin oldiga mana krannilar qo'yib berdik. Baquvvat, ko'tarsa ochilaveradi. Ancha-muncha bo'lmaydi. Ochidan ko'rsatib beraman hozir mana. Transportda tushlari oson bo'ladi, xalaqit bermaydi. Buni shu holatda kerak bo'lsa aytaverasizlar, chiroyli qilib penabel apparatlaringizni polistirobloyga moslab beraveramiz. Reseptlarni o'rgatib qo'yamiz. Hozir shu holatda mana chiqaveradi. Mana qumlarimiz. Mana qumlardan ham foydalanamiz. Keyin bu tomlarga loy o'tmoqchi bo'lsanglar, mana apparatlarni ham qilib berganmiz, mana qo'shimchasi. Davleniyani 12 voltdan ko'tariladigan davleniyani. Kerak bo'lsa aytaverasizlar.